Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun siz bilan barchamizni tashvishga soladigan, ammo ayni paytda katta umid bag'ishlaydigan juda muhim mavzuni muhokama qilamiz. Hozir sizga aytadigan ma'lumotlar hayotingizdagi keyingi rejalar. Moliyaviy barqarorligingiz va hatto oilaviy budjetingizga bevosita ta'sir qiladi. Bu shunchaki bir xabar emas, bu sizning pensiya ta'minotingizga taalluqli juda jiddiy masaladir. Aynan shu sababli videoni bir soniya ham o'tkazib yubormasdan diqqat bilan tomosha qiling va kanalimizga hozir obuna bo'ling. Albatta like tugmasini bosishni unutmang. Chunki siz bu ma'lumotni hech qayerda bu darajada batafsil topa olmaysiz. Bugungi suhbatimizning markazida 2026 yil may oyida kutilayotgan pensiya jackpoti turibdi. Ko'pchilik pensiya 2 barobar oshiriladi degan gaplarni eshitib hayratda, qiziqishda, ba'zilar esa xavotirda. Nima uchun aynan 2026 yil may oyi? Va eng muhimi, kimga bu ikkilangan oshirish nasib qiladi? Bu savollarga bugun atroflicha javob beramiz. Muammoning mohiyatiga keladigan bo'lsak, avval qanday edi va hozir nimalar o'zgarmoqda? An'anaviy pensiya tizimida pensiya miqdori asosan 2 omilga bog'liq edi. Bu sizning ish stajingiz va ish haqingiz miqdori. Har yili odatda inflyatsiya darajasini qoplash va aholining turmush darajasini yaxshilash maqsadida pensiyalar indeksatsiya qilinardi. Ya'ni ma'lum bir foizga oshirib borilardi. Bu jarayon avtomatik tarzda butun pensiyaga chiqqan aholi uchun bir xilda amalga oshirilardi. Garchi foizlar hukumat qarori bilan belgilansa ham. Biroq bu har doim ham adolatli emas edi. Chunki ba'zi toifadagi fuqarolar, masalan, og'ir mehnat sharoitlarida ishlaganlar, urush qatnashchilari, boquvchisini yo'qotgan oilalar yoki nogironligi bor shaxslar uchun turmush sharoitlari boshqalarnikidan ko'ra murakkabroq bo'lardi. Oddiy indeksatsiya ularning moddiy ehtiyojlarini to'liq qoplay olmasligi ham mumkin edi. Ammo hozir vaziyat tubdan o'zgarish kutilmoqda. Hukumat ijtimoiy adolat tamoyillarini yanada mustahkamlash maqsadida aholining ayrim qatlamlariga ko'proq e'tibor qaratishga qaror qilgan ko'rinadi. 2026 yil may oyida aynan shunday maqsadli va aniq belgilangan toifadagi fuqarolar uchun pensiyalarni 2 barobar oshirish bo'yicha katta dastur joriy etilishi rejalashtirilmoqda. Bu 2 barobar degani shunchaki foizni 2 barobar oshirish emas. Balki mavjud pensiya ustiga qo'shimcha bazaviy pensiya miqdoriga teng yoki undan yuqori miqdorda qo'shimcha to'lovni nazarda tutishi mumkin. Bu o'ziga xos pensiya jackpoti bo'lib, uning maqsadi uzoq yillar davomida mamlakat rivojiga hissa qo'shgan, alohida ehtiyojmand yoki o'ta og'ir mehnat sharoitlarida ishlagan fuqarolarning hayot sifatini sezilarli darajada yaxshilashdir. Bu odatdagi indeksatsiyadan farq qiladi, chunki bu maqsadli va ancha katta miqdordagi qo'llab-quvvatlash. Endi esa ushbu muhim mavzuning birinchi asosiy qismiga o'tamiz. Pensiya oshishi kimlarga tegishli bo'lishini va nimalarni bilishingiz kerakligini atroflicha ko'rib chiqamiz. Kimlar xavotir olishi kerak, kimlar esa aksincha xursand bo'lishi mumkin. Birinchidan, shuni ta'kidlash kerakki, bu oshirish barcha pensiyaga chiqqan fuqarolarga bir xilda tegishli bo'lmaydi. U yuqorida aytib o'tganimizdek, aniq belgilangan mezonlar asosida amalga oshiriladi. Eng asosiy va birinchi toifa bu uzoq yillik katta mehnat stajiga ega bo'lgan fuqarolar. Ya'ni o'zining mehnat faoliyati davomida belgilangan minimal stajdan ancha ko'p, masalan, 35 yil va undan ortiq ishlagan shaxslar. Bu mezon hukumat tomonidan mamlakat iqtisodiyotiga uzoq muddatli va barqaror hissa qo'shgan fuqarolarni rag'batlantirish sifatida ko'rilmoqda. Misol keltiraylik, Farg'onada Amina opa 67 yoshda. U kolxozda oddiy hisobchi bo'lib 5 yil ishlagan. Uning pensiyasi hozir 2 million so'm. Odatdagi indeksatsiya natijasida pensiyasi har yili unumli xizmatiga oshardi. Endi esa uzoq staji tufayli uning pensiyasiga qo'shimcha hozirgi bazaviy pensiya miqdoriga teng bo'lgan miqdor qo'shilishi kutilmoqda. Tasavvur qiling, agar bazaviy pensiya miqdori 2 ming so'm bo'lsa, Amina opaning 5 million so'mlik pensiyasiga qo'shimcha 500 ming so'm yoki undan ko'proq mablag' qo'shiladi. Ya'ni uning pensiyasi 5 milliondan 2 million so'mga yoki undan ham ko'proqqa yetishi mumkin. Bu uning oylik daromadida sezilarli farqni anglatadi. Bu oddiy indeksatsiyadan ancha ko'proqdir. Shu sababli ham jackpot deb atalmoqda. Ikkinchi muhim toifa bu og'ir va zararli mehnat sharoitlarida ishlagan shaxslar. Bu toifaga konchilar, metallurglar, kimyo san'ati ishchilari, nurli muhitda ishlagan shaxslar va boshqa shu kabi kasb egalari kiradi. Ularning ishi nafaqat jismonan og'ir, balki salomatlik uchun ham katta xavf tug'diradi.
hukumat ularning sog'ligiga yetkazilgan potensial zararni va mehnatining o'ziga xosligini inobatga olgan holda alohida rag'batlantirishga qaror qilgan. Bu mezonni tasdiqlovchi hujjatlar, masalan, mehnat daftarchasidagi maxsus yozuvlar yoki arxov spravkalar juda muhim rol o'ynaydi. Misol, Qashqadaryodan Sobir aka Olin 2 yoshda. U ko'mir konda 25 yil ishlagan. Uning umumiy staji 35 yil. Konchilikdagi staji tufayli u imtiyozli pensiyaga chiqqan. Hozirda uning pensiyasi 40 million so'm. Yangi dastur bo'yicha uning pensiyasiga og'ir mehnat sharoitlari uchun alohida e'tirof sifatida yana bir qo'shimcha miqdor. Masalan, 70 ming so'm qo'shilishi mumkin. Natijada Sobir akaning pensiyasi 2 million so'mga yetadi. Bu yerda e'tibor qaratishingiz kerak bo'lgan jihat shuki, shart sharoitlar ro'yxati hukumat qarorida aniq belgilab qo'yiladi. Shuning uchun o'z kasbingizni va mehnat sharoitingizni tasdiqlovchi hujjatlaringizni to'liq tayyorlashingiz muhim. 3-toifa bu tibbiyot va ta'lim sohalarida uzoq yillar mehnat qilgan mutaxassislar. Ular jamiyatning poydevori bo'lib, kelajagimizni shakllantiradigan avlodlarni tarbiyalaydi va sog'ligimizni himoya qiladi. Ularning mehnatiga hurmat va e'tibor sifatida alohida rag'batlantirish choralari ko'rilishi kutilmoqda. Bu ayniqsa qishloq joylarda ishlagan o'qituvchilar va shifokorlar uchun yanada dolzarb bo'lishi mumkin. Misol, Samarqandlik Gulnora opa 60 yoshda. U qishloq maktabida 30 yil o'qituvchi bo'lib ishlagan. Uning pensiyasi 1,5 million so'm. Uning oylik pensiyasiga hukumat tomonidan belgilangan qo'shimcha to'lov, masalan, 600 ming so'm miqdorida ajratilishi mumkin. Bu uning pensiyasini 2 million so'mga ko'taradi. Bu pedagoglarning jamiyatga qo'shgan ulkan hissasini e'tirof etishning bir shakli. 4-toifa bu kam ta'minlangan, boquvchisini yo'qotgan oilalar va nogironligi bor shaxslar. Ular ijtimoiy himoyaga eng muhtoj qatlam hisoblanadi. Hukumat ularning turmush sharoitini yaxshilash va ularga g'amxo'rlik ko'rsatish maqsadida pensiyalarga sezilarli qo'shimchalar kiritishni rejalashtirmoqda. Toifaga kiruvchilar uchun 2 barobar oshirish eng muhim yordam bo'lishi mumkin. Misol, Toshkent shahridan yosh nogironligi bor Sevara O'tim yoshda. Uning pensiyasi hozir 700 ming so'm. Yangi dastur doirasida uning nogironlik pensiyasiga yana bazaviy pensiya miqdoriga teng miqdor, ya'ni kamida 200 ming so'm qo'shilishi mumkin. Shunda uning pensiyasi 2 million so'mga aylanadi. Boquvchisini yo'qotgan oilalarga ham shunga o'xshash yordam ko'rsatiladi. Bu nafaqat moliyaviy yordam, balki davlatning fuqarolarga bo'lgan e'tibori va g'amxo'rligining namunasidir. 5-toifa bu pensiya yoshiga yetgandan so'ng ham mehnat faoliyatini davom ettirgan shaxslar. Mamlakatimizda ko'pchilik pensiya yoshiga yetgandan keyin ham ishlashni davom ettiradi. Hukumat bu toifadagi fuqarolarning tajribasini va mehnatini qadrlaydi. Shuning uchun ular uchun ham alohida rag'batlantiruvchi mexanizm joriy etilishi kutilmoqda. Bu nafaqat ularning moddiy ahvolini yaxshilaydi, balki ularni iqtisodiy faoliyatda qolishga undaydi. Misol, Buxorodan Hasan aka 63 yoshda. U pensiyaga chiqqaniga 3 yil bo'lgan bo'lsa-da, qurilish sohasida faoliyatini davom ettirmoqda. Uning pensiyasi hozir 2,6 million so'm. Pensiyaga chiqqandan keyin ishlashda davom etganligi uchun uning pensiyasiga qo'shimcha 400 ming so'm qo'shilishi mumkin. Shunda u 2 million so'm pensiya oladi. Shunday qilib, ko'rib turganingizdek, bu jackpot shunchaki umumiy oshirish emas, balki aniq ijtimoiy adolat tamoyillari asosida amalga oshiriladigan maqsadli yordamdir. Aslida hech kim xavotir olishi shart emas. Agar siz yuqorida sanab o'tilgan toifalarga kirmasangiz ham, pensiyangiz odatdagi tartibda indeksatsiya qilinishi davom etadi. Xavotir olishdan ko'ra, o'zingizning hujjatlaringizni tartibga solish va ma'lumotlarni tekshirish muhimroqdir. Endi esa ikkinchi asosiy qismga o'tamiz. Qoidalardagi istisnolar, ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan joylar va noaniq jihatlar. Chunki har qanday yangi tizimda doimo ayrim murakkabliklar va tushunmovchiliklar bo'lishi mumkin. Birinchidan 2 barobar oshirish tushunchasining aniq talqini. Bu yerda 2 barobar degani har doim ham pensiyaning umumiy miqdori 2 barobar bo'lib qoladi degani emas. Ko'pincha bu 2 barobar so'zi mavjud pensiya ustiga qo'shimcha, ya'ni standart indeksatsiyadan tashqari bir bazaviy pensiya miqdoriga teng yoki undan ko'proq miqdorni anglatadi. Yoki bu oddiy oshirish foizi 2 barobar ko'payadi degani bo'lishi mumkin. Hukumat qarorida bu aniq ko'rsatiladi. Shuning uchun har qanday shov-shuvli xabarlarga shoshilmasdan ishonmang, balki rasmiy manbalardan e'lon qilinadigan
qaror matnini diqqat bilan o'rganing. Ikkinchidan, hujjatlar bilan bog'liq muammolar. Ba'zi fuqarolarning mehnat daftarchalarida xatoliklar, yozuvlardagi noaniqliklar, muhrlarning yo'qligi yoki korxonaning yopilganligi sababli ma'lumotlarning yetishmasligi kabi holatlar uchraydi. Ayniqsa, eski mehnat daftarchalarida bunday holatlar ko'p uchraydi. Agar sizning mehnat stajingizni tasdiqlovchi hujjatlaringizda kamchiliklar bo'lsa, bu sizning yuqorida sanab o'tilgan to'yfalarga kirsangiz ham qo'shimcha pensiya olishingizga to'sqinlik qilishi mumkin. Bu jiddiy muammo. Masalan, Gulandim opa Toshkentdan 64 yoshda. Uning mehnat daftarchasida 1990 yillarda ishlagan davr uchun yozuv mavjud, ammo korxona muhri yo'q. Bu davr staji hisoblanmay qolishi mumkin. Shuning uchun barcha hujjatlaringizni oldindan tekshirib chiqing va kamchiliklarni bartaraf etish choralarini ko'ring. Uchinchidan, ayrim kasb turlarining tasnifi. Og'ir va zararli mehnat sharoitlari toifasiga qaysi kasblar kirishi hukumat tomonidan aniq tasdiqlanadi. Ba'zida bir xil nomdagi kasblar turli korxonalarda turli xil sharoitlarda bajarilishi mumkin. Masalan, bir payvandchi ustaxonasida yengil sharoitda ishlasa, boshqasi katta zavodda juda og'ir va zararli sharoitda ishlashi mumkin. Shuning uchun sizning ishingizning haqiqiy sharoitlarini tasdiqlovchi arxiv ma'lumotlari yoki tegishli tashkilotlardan olingan spravkalar katta ahamiyatga ega. Ba'zida sizning kasbingiz ro'yxatda bo'lsa ham, ishlagan korxonangizning sharoitlari tegishli mezonlarga mos kelmasligi sababli qo'shimcha pensiya olishdan mahrum bo'lishingiz mumkin. To'rtinchidan, pensiya hisob-kitoblarining murakkabligi. Pensiya tizimida ko'plab o'zgarishlar va hisob-kitob formulalari mavjud. Odatda pensiya jamg'armasi mutaxassislari bu ishlarni bajarishadi. Biroq sizning o'zingiz ham pensiyangizni qanday hisoblangani haqidagi ma'lumotlarni so'rab olishga haqlisiz. Agar sizning pensiyangiz siz kutganidek oshmasa, sababini so'rashdan tortinmang. Noaniqliklar yuzaga kelgan taqdirda yozma ravishda murojaat qilish va javob talab qilish juda muhimdir. 5-dan, murojaat qilish muddatlari. Ba'zida shunday maxsus dasturlar cheklangan muddat ichida amal qilishi mumkin. Bu degani, siz ma'lum bir muddatgacha murojaat qilishingiz shart bo'ladi. Agar o'tkazib yuborsangiz, ushbu imkoniyatdan mahrum bo'lishingiz mumkin. Hali bu borada aniq ma'lumot yo'q. Lekin rasmiy qarorda bunday bandlar bo'lishi ehtimoldan xoli emas. Shuning uchun rasmiy xabarlarni diqqat bilan kuzatib boring va harakat qilishni kechiktirmang. 6-dan, regional farqlar. Garchi pensiya tizimi respublika bo'yicha yagona bo'lsa-da, ba'zi hududlarning o'ziga xos ijtimoiy dasturlari yoki qo'shimcha imtiyozlari bo'lishi mumkin. Hukumat qarorida bunday hududiy xususiyatlar inobatga olinishi mumkin. Misol uchun, ekologik noqulay hududlarda yashaydigan yoki ishlagan fuqarolar uchun qo'shimcha imtiyozlar nazarda tutilishi mumkin. Shunday qilib, hurmatli tomoshabinlar, bu jackpot imkoniyatini qo'ldan boy bermaslik uchun sizga bir qator aniq va amaliy tavsiyalar bermoqchiman. Bu tavsiyalar sizga mavjud byurokratik jarayonlarni osonlik bilan o'tishda yordam beradi. Birinchi qadam, barcha hujjatlaringizni to'plang va tekshiring. Eng avvalo, o'zingizning mehnat daftarchangizni, diplomlaringizni, tug'ilganlik haqidagi guvohnomalaringizni, pasportingizni, nikoh yoki ajralish guvohnomalaringizni agar tegishli bo'lsa. Shuningdek, pensiya guvohnomangizni tayyorlab qo'ying. Mehnat daftarchangizdagi har bir yozuvni diqqat bilan tekshiring. Ishga qabul qilinganlik va ishdan bo'shatilganlik sanalari aniq yozilganmi? Korxona nomi to'g'rimi? Muhrlar joyidami? Agar biron bir yozuv shubhali bo'lsa yoki yetishmayotgan bo'lsa, darhol shu korxonaning arxivi agar mavjud bo'lsa yoki yuqori turuvchi tashkilotlarga murojaat qiling. Agar korxona tugatilgan bo'lsa, viloyat arxivlariga murojaat qiling. Bu jarayon vaqt talab qiladi. Shuning uchun hoziroq boshlash kerak. Har bir tashkilotdan olingan ma'lumotnomalar sizga juda asq o'tadi. Ikkinchi qadam, pensiya hisobingiz holatini aniqlang. Siz o'z shaxsiy kabinet orqali yoki pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qilib, o'zingizning to'plangan pensiya balingiz, stajingiz va mavjud pensiya miqdoringiz haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Bu ma'lumotlar sizga yangi dastur bo'yicha qaysi toifaga kirishingizni taxmin qilishga yordam beradi. Esda tuting, My.Bokkokogabuz portali orqali ham ko'plab xizmatlarni onlayn olish imkoniyati mavjud. Rasmiy xabarlarni kuzatib boring. Ommaviy axborot vositalari, ayniqsa hukumatning rasmiy veb-saytlari va ijtimoiy tarmoqlar sahifalarini muntazam kuzatib boring. O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va Moliya vazirligi.
ijtimoiy himoya agentligi hamda pensiya jamg'armasining rasmiy saytlarida e'lon qilinadigan qaror va nizomlarni diqqat bilan o'qing. Bu hujjatlarda pensiyani oshirish mezonlari, muddatlari va zarur hujjatlar ro'yxati aniq belgilab qo'yiladi. 4-qadam konsultatsiya oling. Agar siz yuqorida sanab o'tilgan toifalardan biriga kirishingizga ishonchingiz komil bo'lsa yoki shubhangiz bo'lsa, pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlariga yoki ijtimoiy himoya agentligining mas'ul xodimlariga murojaat qilib, individual konsultatsiya oling. Ular sizning holatingizni ko'rib chiqib, qanday hujjatlar talab qilinishi va keyingi qadamlaringiz qanday bo'lishi haqida aniq ma'lumot berishadi. Murojaat qilayotganingizda o'zingiz bilan barcha hujjatlaringizni olib boring. 5-qadam murojaat qiling va arizani yozing. Hukumat qarori e'lon qilinishi bilan agar siz qo'shimcha pensiya olish huquqiga ega bo'lsangiz, tegishli pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilib, belgilangan shakldagi arizani to'ldirishingiz kerak bo'ladi. Arizada sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz, stajingiz, pensiya guvohnomangiz raqami va qo'shimcha pensiya olish uchun asos bo'lgan mezon, masalan, uzoq staj, og'ir mehnat sharoitlari, nogironlik va hokazo ko'rsatilishi kerak. Arizaga barcha kerakli tasdiqlovchi hujjatlarning nusxalarini ilova qiling. Asl nusxalarini o'zingizda saqlang. 6-qadam jarayonni kuzatib boring. Arizangiz qabul qilingandan so'ng uning ko'rib chiqilishi uchun ma'lum bir muddat belgilanadi. Bu muddat ichida arizangizning holatini tekshirib turish uchun pensiya jamg'armasi bilan aloqada bo'ling. Agar murojaatingizga rad javobi berilsa, buning sababini aniq ko'rsatib berishlarini talab qiling. Sababi asosli bo'lmasa, yuqori turuvchi tashkilotlarga yoki sudga shikoyat qilish huquqingiz borligini unutmang. 7-qadam. Har qanday firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Pensiya bilan bog'liq masalalar faqat rasmiy davlat organlari orqali hal qilinadi. Hech qanday shaxsiy yordam, qisqa yo'llar yoki tezkor hal qilish takliflariga ishonmang. Shaxsiy ma'lumotlaringizni, bank karta raqamlaringizni yoki PIN kodlaringizni begona shaxslarga bermang. Xulosa qilib aytganda, aziz tomoshabinlar, 2026 yil may oyida kutilayotgan pensiya jackpoti mamlakatimiz ijtimoiy hayotida muhim voqea bo'lishi kutilmoqda. Bu imkoniyatdan unumli foydalanish uchun hozirdanoq tayyorgarlik ko'rish, barcha hujjatlarni tartibga solish va rasmiy ma'lumotlarni diqqat bilan kuzatish zarur. Bu o'z-o'zidan sodir bo'ladigan voqea emas. Bu sizning faol ishtirokingizni talab qiladi. Umid qilamanki, bugungi video sizga juda foydali bo'ldi va ko'plab savollaringizga javob berdi. Sizning fikrlaringiz va tajribangiz biz uchun juda muhim. Ushbu videodan olgan taassurotlaringizni va bu mavzu bo'yicha savollaringizni izohlarda yozib qoldiring. Bu boshqa tomoshabinlar uchun ham foydali bo'lishi mumkin. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Chunki oldinda sizni yana ko'plab muhim va foydali ma'lumotlar kutmoqda. Sog' bo'ling va o'zingizni ehtiyot qiling. Keyingi videolarda ko'rishguncha.